Assalomu alaykum. Bugun koreys tilidan 16-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda chi yo qo'shimchasi va go qo'shimchasini o'tamiz. Darsimizni yangi so'zlar o'rganish bilan boshlaymiz. Telefon, chonva, chonva. Uyali aloqa, 휴대폰, 휴대폰. Smartfon, smartphone, smartphone. internet telefon, internet chonva, internet chonva. qo'ng'iroq qilmoq, chonvaril kolda, chonvaril kolda. qo'ng'iroq bo'lmoq, chonvaga oda, chonvaga oda. qo'ng'iroqni ko'tarmoq, chonvaril patta, chonvaril patta. gaplashmoq, 통화하다, 통화하다. telefonni uzatmoq, 전화를 바꾸다, 전화를 바꾸다. telefonni noto'g'ri termoq, 전화를 잘못 걸다, 전화를 잘못 걸다. telefon go'shagini qo'ymoq, 전화를 끊다, 전화를 끊다. telefon band bo'lmoq, 통화 중이다, 통화 중이다. uyali telefonni yoqmoq, 휴대전화를 켜다, 휴대전화를 켜다. uyali telefonni o'chirmoq, 휴대전화를 끄다, 휴대전화를 끄다. xabarni jo'natmoq, 문자를 보내다, 문자를 보내다. xabarni tekshirmoq, 문자를 확인하다, 문자를 확인하다. bugungi birinchi mavzuyimiz ijo qo'shimchasi. hozirda bu qo'shimcha ijoga qisqartirilgan. bu qo'shimchalar bir xil ma'noga ega. bu qo'shimchamizni uzun versiyasi ijo bo'lib, hozirgi zamonda Koreyada qisqa versiyasi ijo ko'proq foydalaniladi. ijo qo'shimchasi so'zlovchi bilan ma'lumotni yana bir bor tasdiqlash va tekshirish uchun ishlatiladi. buyruq va savol gaplarda ham qo'llaniladi. agar so'zimiz pachin bilan tugalsa, ijo qo'shimchamiz qo'shiladi. agar so'zimizda pachin bo'lmasa, jo qo'shimchamiz qo'shiladi. jo qo'shimchamizning yoniga shi qo'shimchamizni qo'shsak, so'zimiz yanayam rasmiylashadi. ya'ni o'zimizdan ancha yoshi katta bo'lgan insonlar uchun qo'llasak bo'ladi. alda bilmoq va so'roq shaklida ashijo bilasiz-a deb tarjima qilinadi. Ya'ni ma'lumotni bilasiz va yana bir bor tasdiqlash va tekshirish uchun so'roq berayotganda ishlatiladi. yoki bo'lmasam tasdiqlash ma'nosida kelganda ashijo so'zimiz o'zbek tiliga bilasiz-u deb tarjima qilinadi. keyingi fe'limiz poda va so'roq shaklida poshijo, ko'ryapsizmi, ko'ryapsiz-a deb tarjima qilinadi. yana bir bor tekshirib aniqlab olish uchun ishlatamiz va yana tasdiqlash gapda ham qo'llab ko'ramiz. poda ko'rmoq, poshijo ko'ryapsiz-u deb tarjima qilinadi. keyingi fe'limiz poida, ko'rinmoq, so'roq shaklida poishijo, ko'rinyapti-a yoki tasdiqlash shaklida poishijo, ko'rinyapti-ku deb tarjima qilinadi. bu qo'shimchamiz poda fe'lida norasmiy shaklda qo'llanilmaydi. ya'ni poda pojo bo'lib tarjima qilinmaydi. o'rniga rasmiy shaklni ishlatishingiz mumkin. yoki bo'lmasa poida, ko'rinmoq so'zini ishlatishimiz mumkin. alda, aljo, rasmiy shaklda ashijo. poida, poijo, rasmiy shaklda poishijo. poda, rasmiy shaklda poshijo.
오늘 회사에 가시죠? Bugun firmaga borasiz-a? 네, 회사에 가죠. Ha, firmaga boraman. Kashijo so'zimizda qo'shimchamiz rasmiy shaklda kelib, o'zbek tiliga borasiz-a deb tarjima qilinadi. Ya'ni, u odam ham, bu odam ham bu insonni firmaga borishini biladi. Aniqlik kiritib olish uchun shijo qo'shimchasini qo'shib savol berdi. Va bu inson ham kajo deb bu qo'shimchadan foydalanib, ha, firmaga boraman deb javob berdi. Chunki bu inson firmaga borishini bu kishi ham biladi. 철수 씨가 은행원이죠? 철수 bank xodimi? 네, 은행원이에요. Ha, u bank xodimi. 좀 도와주실 수 있으시죠? Siz menga yordam berib ola olasiz-a? 당신은 안바르라는 학생이죠? Siz Anvar degan talabasiz-a? 늦었는데 빨리 가시죠. Kechikdingiz, tezroq boring. Bugungi ikkinchi mavzuyimiz go qo'shimchasi. Bu qo'shimcha o'zbek tiliga ib, bo'lib va hamda deb tarjima qilinadi. Faqat otda pachin bilan tugasa igo qo'llaniladi. Qolgan holatlarda go qo'shimchasi ishlatiladi. 왜 인터넷 쇼핑을 좋아해요? Nima uchun internet orqali xarid qilishni yaxshi ko'rasiz? 싸고 편리해서 좋아해요. Arzon va qulay bo'lganligi uchun yaxshi ko'raman. 뭐 먹을 거예요? Nima yeysiz? 저는 비빔밥을 먹고 Karim 씨는 김치찌개를 먹을 거예요. Men bibimbap을 yeyman va Karim esa kimchichiga yeydi. 새가 울고 꽃이 핍니다. Qushlar sayrab, gullar ochilyapti. 저는 기타를 쳤고 친구는 노래를 불렀습니다. Men gitara chaldim. Do'stim esa qo'shiq kuyladi. 오늘은 비가 오고 바람 불러요. Bugun yomg'ir yog'ib, shamol esyapti. 하루 일을 마치고 집에 들어갑니다. Bir kunlik ishni tugatib, uyga qaytyapman. 편지를 받고 답장을 씁니다. Xatni olib, javobini yozyapman. 형이 새 옷을 입고 외출했습니다. Akam yangi kiyimni kiyib, ko'chaga chiqib ketdi. 지영 씨는 주로 어디에서 옷을 사요? 지영, siz odatda kiyimni qayerda sotib olasiz? 저는 주로 인터넷에서 많이 사요. Men odatda internetdan sotib olaman. 인터넷은 옷이 비싸지 않아요? internetda kiyimlar qimmat emasmi? 아니요, 인터넷 옷도 싸고 쇼핑도 편리해요. Yo'q, internetda ham kiyimlar ham arzon, xarid qilish ham qulay. 그래요? 외국인도 한국 사이트에 회원 가입이 돼요? Rostdanmi? Chet elliklar ham Koreya saytlarida a'zo bo'lishi mumkinmi? 네, 대부분 돼요. 그런데 외국인 등록번호가 필요해요. Ha, saytlarni ko'piga a'zo bo'lsa bo'ladi. Lekin buning uchun xorijiy fuqaro berilgan shaxsiy tasdiqlovchi hujjat raqami kerak bo'ladi. 주로 odatda deb tarjima qilinadi. 대부분 ko'pchilik, ko'pi deb tarjima qilinadi. 우리 회사의 직원 대부분 남자예요. Bizning ishxonamizdagi ishchilarning ko'pchiligi erkak kishi. 여기에 있는 책은 대부분 제가 읽은 책이에요. Bu yerdagi kitoblarning ko'pi men o'qigan kitoblar. 퇴근 후에 주로 운동을 해요. ishdan chiqib odatda sport bilan shug'ullanaman. 저는 주로 지하철을 타고 출근해요. Men odatda metroga o'tirib ishga boraman. 여보세요. 거기 한국 가구지요? Alo, bu yer koreys mebel do'konimi? 네, 맞습니다. Ha,
to'g'ri. 안녕하세요. 저는 두안입니다. assalomu alaykum. mening ismim Tuan. Kimsumi 과장님 좀 바꿔주세요. go'shakni ish boshqaruvchi Kimsuminga bering iltimos. 네, 잠깐만 기다려주세요. xo'p, hozir biroz kutib turing. 잠깐만 기다려주세요. bir oz kutib turing deb tarjima qilinadi. 맞습니다. to'ppa-to'g'ri deb tarjima qilinadi. 오늘 수업 여기까지였습니다. 수고하셨어요.